Falonchining hunari zo'r, birovga o'rgatmaydi deydi. Ha desa, konkurent bo'lib qoladi. Yana bitta shu ishni biladigan odam bo'lib qolsa deydi, men rizqim unaqa emas. Musulmon odam e'tiqodida seni rizqingga hech kim konkurent bo'lmaydi. Yana qator aytamiz, odamlarga dunyo ishlarida foyda qiladigan biror ilmni yoki kasbni o'rgatmasdan berkitayotgan odam so'ralganda, qiyomat kunida o'tli yugan bilan yuganlanadi. Mayli agar juda ham bir qizg'anchiq bo'lsa, o'rgatsin, men tirikligimda qilmaysan bu hunarni deb qo'ysin. Ja, agar go'rga olib ketib qolmasin o'zi bilan shu ilmda, shu hunarda. Chunki shu ilmni biladigan boshqa odam yo'q bo'ladi shu musulmonlar orasida shu ilm. Shuning uchun hunar egalari, ilm egalari sizlardan so'ralgan paytda buni berishlikdan baxtli qilmanglar. Chunki qiyomatda azobga sabab bo'ladi bu narsa. Falonchining hunari zo'r, birovga o'rgatmaydi deydi. Ha desa, konkurent bo'lib qoladi. Yana bitta shu ishni biladigan odam bo'lib qolsa deydi, men rizqim unaqa emas. Musulmon odam e'tiqodida seni rizqingga hech kim konkurent bo'lmaydi. Yana qator aytamiz, odamlarga dunyo ishlarida foyda qiladigan biror ilmni yoki kasbni o'rgatmasdan berkitayotgan odam so'ralganda, qiyomat kunida o'tli yugan bilan yuganlanadi. Mayli agar juda ham bir qizg'anchiq bo'lsa, o'rgatsin, men tirikligimda qilmaysan bu hunarni deb qo'ysin. Ja, agar go'rga olib ketib qolmasin o'zi bilan shu ilmda, shu hunarda. Chunki shu ilmni biladigan boshqa odam yo'q bo'ladi shu musulmonlar orasida shu ilm. Shuning uchun hunar egalari, ilm egalari sizlardan so'ralgan paytda buni berishlikdan baxtli qilmanglar. Chunki qiyomatda azobga sabab bo'ladi bu narsa.